Endilikda Navoiy Avtomotors avtosalonidan JM avtomobillaridan Lyuboyni xarid qiluvchilarga iyul oyining o'rtasi bilan nima yangilik qilib beramiz? Yangiliklarni bombasi iyul oyi bilan Onyx Tracker Cobalt Damas avtomobillari xarid qilish endi yanada osonlashdi. Bemalol kelinglar, kredit tarixi yaxshi bo'lmagan mijozlarimizga ham bemalol avtomobil xarid qilishlari mumkin. Hammalaringizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Azizlar, avtosalondan xushxabar. Hammaga alangalik assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lar yaxshimi? Charchab qolmayapsizlarmi? Bugun Navoiy Avtomotors avtosalonidan nasib bo'lsa yangiliklarni ko'rib o'tamiz. Cobalt avtomobillariga endilikda 31 million so'mda shunaqqina boshidan 20% to'lab, qolganini chiqarib ketsangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari Damas avtomobillariga rastoshkalar muddati uzaygan, Onyxga, Trackerga muddatlari uzaygan. Hozir hamma ma'lumotni mana shu videoda yoritib o'taman. Faqatgina akalar, sizlar like bosib qo'yasizlar. Bu sizlar uchun juda ham oson, biz uchun esa juda ham muhim. Manzil Navoiy shahar Karmon tumani Eski shahar voyenkamasidan o'tganingizda Buxoro trassa bo'ylab Moxonur to'yxonaga yetmasdan Navoiy Avtomotors avtosaloni. Batafsil ma'lumotlar uchun telefon nomerlarini ham qo'yamiz. Bizlar boshladik. Like bosib qo'ying aka, boshladik. Azizlar, avtosalon ichkarisiga ham kirib oldik. Fayzli avtosalon. Bizga menejer xodimamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamma ko'pchilik kutgan, ko'pchilik tanigan Madina opamiz. Opa, bugungi yangiliklarni nasib bo'lsa aytib o'taylik. Nasib bo'lsa bugungi sana bilan, mana 10-iyul sanasi bilan videolarni tasvirga olyapmiz. Avtosalonlarimizda hozirgi kunda nima yangiliklar bo'lyapti? Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Yana bir bor hammalaringizga avtosalonimizda yangiliklar juda ham ko'payib ketdi. Himoyaniz ozgina kechga qoldilar desam ham. Hozirda avtosalonimizda Onyx Tracker Damas avtomobillari uchun muddati uzaytirilgan rassrochkalarimiz yanada qulay bo'lgan shartlarda bo'lib mijozlarimizga qulay bo'lgan shartlarda ochildi. O'zi ochiq edi-yu, yanada soddalashdi. Qulaylashdi. Misol uchun Onyx avtomobillarimiz uchun 25% boshlang'ich bilan 36 oy muddatgacha, 30% boshlang'ich bilan 40 oy muddatgacha qilib berildi. Bu juda ham zo'r yangilik. Misol uchun o'tgan oyda menda shunaqa mijozlarim bo'lganda 36 oygacha qilib bering opajon, shuni 30 oyga emas debdi. Endi mana hamma qulaylik xalq uchun. Hammaga yoqdi menimcha. Mijozlarimizga ma'qul kelyapti. Tracker avtomashinalarimiz ham xuddi Onyxnikidaqa 25% boshlang'ich bilan 36 oy muddatga, 30% bilan 40 oy muddatgacha qilib berildi. Keling, avtomashinalarimiz bilan birga tanishtirib o'tadigan bo'lsak, Cobaltlarni ham har xildan terib tashlabsizlar o'zi. Bularni to'lov turlari qanaqa bo'lyapti endi? Cobalt avtomashinalarimizni ham to'lov turlariga keladigan bo'lsak, to'lov turlari faqat shu hozirda avtokredit shaklida chiqarishlari mumkin Cobaltlarni. Bosh to'lovlari 20% dan boshlab chiqarib beryapsizlar, ha? Boshlang'ich agar rasmiy daromad bo'ladigan bo'lsa 20% boshlang'ich bilan, agar rasmiy daromadsiz bo'lsa 25% bilan chiqarib ketsalar bo'ladi. Sug'urtalari ham, hamma oylik foizlari ham hammasi soddalashtirilgan, ancha osonlashtirilgan holatlarda bemalol kelib o'z avtomashinalaringizni egasi bo'lishlaringiz mumkin. Hammalaringizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Cobalt avtomobillari savdoda tayyor, to'g'rimi? Tayyor, hamma xil rangidan, hamma xil pozitsiyasidan savdoda tayyor bor. Mana, xullas, Style MCM, Midnight MCM ikki xil pozitsiya, 156 million 100 ming, 165 million 200 ming so'mlik variantlari bor. Xuddi shunaqa. Humoyinuz kanalidan ko'rib keldim deganlarga nima bonus qilib beryapsizlar endi? Humoyinuz kanalidan Cobalt avtomashinalarimiz uchun benzin, polik, Neva kovrik polik podnomernik qilib beramiz. Tracker avtomashinalarimiz uchun, benzin bo'lagi ham polik podnomernik bo'lagi ham podarkalarimiz shunaqa. Mana xudo xolasa. Keyingi navbat obunachilar Damas avtomobilidan boshlab qo'ya qoldik. Bunga qanaqa shartlarda hozir men videoni boshida aytdim.
qancha to'lov nimalari grafiklari oyma-oyiga uzaydi deb. Endi necha oygacha bo'lyapti hozir Damas'da? Damas avtomobillarimiz uchun 25% boshlang'ich bilan 1 yil muddatga 12 oyga berilayotgandi. Muddatlari yana 2 oyga uzayib 14 oy muddatga bo'ldi 25% bilan. Qancha bo'ladi 25%? 25%imiz 24 million 200 ming so'm. 24-25 million so'm summa bilan 5 million 100 ming so'mdan qilib oylik to'lovlarni olishadi. 14 oyga 5 million 100 ming so'mdan chiqyapti. Damas Labo avtomashinalari uchun sug'urta to'lovlari bor. Mana shu oydan boshlab sug'urta to'lovlari bilan bo'ladi. Onyx Tracker avtomashinalarimiz uchun hech qanaqa sug'urta to'lovlari yo'q. To'lagan pulingizni o'zingiz bilan qaytib minib olib ketasiz desam ham Xudo xohlasa. Eng maksimal muddat necha yilgacha bo'ldi Damas'larda? Damas avtomobillarimiz uchun misol uchun 28 oy muddatgacha, 36 oy muddatgacha boshlang'ich to'lovlariga qarab oylik muddatlari aniq bo'ladi-da. Shu uchun endi nima deydi? Misol 40% ni to'lasalar 21 oy muddatgacha. Men hozirda faqatgina Infinbankni grafigi bilan tanishtirib o'tyapman. Hozirda bizda hamma bank bilan ishlayveramiz. Farqi yo'q. Rasrochkasi bor banklarimiz bilan chiqarib beraveramiz. Eng uzog'i mana 50% to'lasa 3 yilgacha qilib beryapsizlar, to'g'rimi? Shunaqa. Tushunarli. Labolarda-chi? Labolarda Nalichida bormi labolar? yo'q. 3, 4, 5 kun shu atrofga qarab kelib qolyapti. O'tgan oyda 1 kunning o'zida chiqarib bergandik Labo avtomashinalarimizni. Hozirda shunday 3-4 kun atrofida keladi. Shu atrofida bo'lyapti. Damas'larga mana bunaqa bu passajir varianti. Bunda ham hammasi nalichida bor, to'g'rimi? Bor. Mana bunaqa Damas avtomobillarimizdan bor, bemalol kelib 12 ta viloyat bo'yicha bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Kombi variantlarimiz ham bor. Bular ham tayyor ochiq savdoda mavjud. Hammasidan tayyor ochiq savdoda mavjud. Tushunarli. Onyx Tracker qaysi paysalardan rasrochkaga 0% qilib beryapsizlar? Hamma deyarli hammasi bo'lsa kerak. Hamma pozitsiyasidan bor. Hozirda endi birinchi pozitsiya mexanika 176 million so'mligimizdan, uni hamma mancha bilsa kerak. Sotuvda hozir yangi 26 si mavjud emas. 3 LT mexanika, keyin 3 xil pozitsiyada avtomat pozitsiyalarimizdan bor sotuvda. Yili 26 mashinalarimiz bor. Hammasidan bor. Tushunarli. Oldin bir reklama videolarini ko'rib qolgandim. May 2025 variantiga o'zini chegirma narxida rasrochkaga berilayotganligini. Sizlarda ham menimcha tugab qoldimi shekilli? Hamma joyda bir. Bizda unaqa yili 25 avtomashinalarimiz yo'q edi. Qolmagandi-da. Noyabr oyida o'zi tugagandi hammasi. Tushunarli. Xullas, akalar mana shunaqa yangiliklar bo'lyapti. Onyxda hamma pozitsiyalardan topishingiz bo'ladi. Bundan tashqari Tahoe avtomobilini High Country varianti. Bu ham juda ham nima deydi? Ko'pchilikning orzusidagi avtomobil hisoblanadi. Endi yangilik bor, to'g'rimi? Aynan High Countryga. Hozirda High Countryni yangi varianti Suburban variantidan yaqin 15 kun ichida savdoga chiqariladi. Buni отдельно yana video qilsak bo'ladi. Shartnomalar ham berish boshlanadi. Shartnoma berish boshlanadi. 10 kun 15 kun ichida. Chunki O'zAvto Motors tarixidagi eng qimmat avtomobil deb chiqdi-da, 1 milliard 460 necha millionda, adashmasam, noto'g'ri ma'lumot berib qo'ymang, lekin 1,5 milliardga yaqin summada bo'lyapti. Tracker avtomobillari ham bor, mana ochiq savdo tayyor, xohlasangiz jem rangi, oq rangi, qora rangidan. Bularni rasrochka muddatlarida ham anchagina o'zgarish bo'ldi. Onyxda ham, Trackerda ham bir xil bo'ldi hozir. Oldin sal boshqacha edi. Trackerlarga hammasiga muddatlari bir xil. Misol uchun 25% bilan 36 oy muddatga, 30% boshlang'ich bilan 40 oy muddatga. Bu Infinbank grafigimizda yangilik bo'ldi-da. Mana shu videomizda opa Onyxda mana bu premyera bilan Trackerda bitta premyera eng ko'p talab ko'p bo'layotganligini bitta grafikni hisoblab beringchi, qanchadan bo'lyapti? Onyx avtomobilimizni premyer pozitsiyasi narxi 221 million 640 ming so'm.
Boshlang'ich 25%, 55 million so'm bo'ladi. 36 oy muddatga 4 million 600 ming so'mdan chiqadi oylik to'lov. 30% boshlang'ich bilan 66 million so'm boshlang'ich to'lov 3 million 800 ming so'mdan 40 oy muddatga qilib beriladi. 40% boshlang'ich 88 million so'm 52 oy muddatga 2 million 500 ming so'mdan chiqadi oylik to'lov. 50% boshlang'ich 110 million so'm boshlang'ich to'lov 60 oy muddatga 1 million 800 ming so'mdan chiqadi. Voy zo'r. Trekkerlardachi, Premierda? Trekker Premier pozitsiyamiz, bu ham Premier pozitsiyamiz 272 million 656 ming so'm общий summasi. 25% boshlang'ichimiz 68 million so'm boshlang'ich to'lov 36 oy muddatga 5 million 600 ming so'mdan chiqarib beriladi. 30% boshlang'ichimiz 81 million so'm boshlang'ich to'lov 4 million 700 ming so'mdan chiqadi oylik to'lov. Tushunarli. 40% boshlang'ich 109 million so'm to'lov bo'ladi. 52 oy muddatga 3 million 100 ming so'mdan oylik to'lov chiqadi. Mana 50% boshlang'ich 136 million so'm boshlang'ich to'lov bilan 60 oy muddatga 2 million 200 ming so'mdan chiqadi. 2 million 200 dan Premierni olyapmiz. Shunaqa. Zo'r. Bular akalar bundan ham arzon bo'ladi, hurmatli obunachilar, chunki Premier varianti 272 million so'mlik. Bizda birinchi pozitsiyalari bor 221 million so'mdan boshlanadi. Buni to'lov umuman ham arzon chiqadi, to'g'rimi? Tushunarli. Agarda mana shu videomizga maksimalni podдержка qilib tursangizlar, keyingi safar video qilamiz Maydon opam bilan. Mana shu yangilangan grafiklarni 12 da alohida, Trekkerda alohida. Buning uchun opa nechta like bosilish kerak? Bilmadim, himmatlaringiz. Ko'ramiz video davomida. Maksimalni podдержка qilib, yaxshi kommentariya yozib, like bosib qo'ysangizlar, keyingi videoda albatta qilamiz. Xudo xohlasa. Mana hamma ma'lumotni deyarli berib bo'ldik. Damas 3 avtomobillari haqida to'xtalmadik, lekin Damas 3larga qanaqa bo'lyapti? Damas 3 avtomobillarimizni hozir faqat avtokredit shaklida xarid qilishlari mumkin. 4 xil pozitsiyada passajirniy variantimizdan bor, 2 xil variantda gruzovoy varianti bor. Erkin savdoda hozircha mavjud emas. 149 million so'mlik 1.5 motorlik variantimizdan 10 kun, uzog'i 15 kun ichida yetkazib beriladi. Qolganlari muddati sal uzoqroq, to'g'rimi? 154 million so'mlik full pozitsiyasi haqida juda ham ko'p mana videolar chiqarganimizdan keyin juda ham ko'p so'rovnomalar bo'ladi. U pozitsiyamiz 2-3 oy uzog'i, 3 oygacha bormaydi, lekin oktyabr oyining oxirigacha srogi berilgan, 2 oyda yetkazib beriladi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, berilgan ma'lumotlar albatta siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga maksimalni siz uchun albatta oson like bosib qo'ying, biz uchun lekin juda ham muhim. Albatta podдержка bo'ladi kanalimiz rivoji uchun hamda nima deydi? Ko'proq odamni ko'rishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Keyingi safar videolarimizni albatta ko'rishguncha nasib bo'lsa intizorlik bilan kutib turingizlar, chunki yangi chiqarayotgan grafiklarimiz oldingilarini takrorlamaydi. Shuning hisobiga keyingi videolarda xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Mayli, hammalaringiz yaxshi kunlarda kutamiz.